Assalomu alaykum, Chorvachi Otabek kanali qadri baland qadrli obunachilarimiz, do'st birodar aka-ukalarimiz. Mana bugun haftaning seshanba 28-aprel sanasida turibmiz. 6 ta chiroyli ko'chat bo'zachilarimiz bor. Urushdan shuni ko'rsatib narxlarni tanishtirib o'tamiz bularni. Sekin ko'rsatib o'tamiz mana urushdan. Birinchisi, hop, bunisi ikkinchisi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana uchinchisi mana targ'ib variantidan bu. Gibridga. Mana 4-inchisi. Mana bu 5-inchisi mana. Hop, bunisi 6-inchisi mana. Ko'rishingiz mumkin ko'chat qo'chalar. Bir boshdan narxlarni tanishtirib o'tamiz. Gavda boshlarini ko'rsataverasiz. Mana birinchi bezagimiz mana orqa boshlari. Oyoqlarni bunday ko'rsatishingiz mumkin mana. Kavlalari ham baqvat ko'rishingiz mumkin. Yaqinroqdan ko'rsataverasiz. Mana qirg'izga gibrid bular. Xudo xolasa yaxshi bo'zali. Gavda boshlarini o'lchab o'tamiz ikkalasini. Mana yaqinroqdan ko'rsataverasiz mana. Bo'zagimiz mana 7-chi ko'tarilgan varianti 1.20. Ko'rishingiz mumkin. Gavdasi 1.20. Orqa boshlarida past ko'rsatib o'taverasiz mana. Xudo xolasa orqa boshlari ham ingichka emas, keng. Keyingi bo'zagimiz va ikkalasini jup bitta qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana xudo xolasa mana orqa boshlari mana oyoqlari mana dimbalarni qarang, dimba solganda bu kichkina bo'zagini. Mana kalla boshlari ko'rsataymi, kalla boshlarini bu. O'rgutcha kallalari ham xudo xolasa gavdalik. Oyoqlari ham istagan tuyoqda oyoqlari ham baqvat. Mana keyingisi biri 17, biri 18 chiqyapti. Buni ikkalasini narxiga keladigan bo'lsak, xudo xolasa obunachilarimizga ko'rishingiz ikkalasi jup aloqaga chiqsa bo'ldi. 18.500.000dan xayri bor, o'tib beraman. 18.500.000dan ikkalasi aloqaga chiqsa bo'ldi. Biri 20 ga, biri 17 ga alishsin bu gavdasini. Bunisi 1.20, bunisi 1.17. Yo'q gavda emas. O'lchangan xudo xolasa yemoq ichmog'iga, sog'lig'iga bir hafta garantiyasi bor. Bu ikkalasini ko'rsatayman, ikkalasini. Oyoqlarini qarang, oyoqlarini ko'rsatayman, baqvatligini, oyoqlarini. Prosta yem ko'rmagan bo'zlar bular, xudo xolasa. Yashiga to'lmagan 10 oylik atrofida. Mana kavlalarni ko'rishingiz mumkin, kavlalari ham ko'rguchak. Toza qirg'iz, oq tumshuq. Yantalli bo'zak. Buni ham gavda boshlarini yaqinroq olib kelib ko'rsatib o'taverasiz mana. Hop, 1.16. 1.16 buniki. Hop. Keyingisi. Orqa boshlardan ko'rsatishingiz mumkin. Orqa boshlari ham to'rtburchak. Bunisi ham mana. Buni ham orqalarini bitta ko'rsatingda mana orqa boshlari to'rtburchak. Ingichka emas bo'zagimiz orqa boshlari. Buni gavda boshlariga keladigan bo'lsak, mana ko'rsatib o'taverasiz. Hop. Mana ro'yxatda o'lchali mana. Buniki ham 1.17, 1.18 chiqyapti. Bu ikkalasiga bir joyga olamiz deyishadigan bo'lsa, bu qirg'iz, bu o'zimizning mesni Kosondan tushgan bo'za. Bu mesni. Bunisi qirg'iz. Ikkalasiga 18.250.000dan xayri bu aloqaga chiqsa bo'ldi. Xudo xolasa yemoq ichmog'iga bir hafta, sog'lig'iga 3 kun, yashil kasallikgacha javob. O'zlarini ko'rsatib o'taylik. Bu ikkalasiga keladigan bo'lsak, hop. Mana qirg'izga gibrid. Mana ko'chatni ko'rsatayman, ko'chatni mana keyingisini. Mana orqa boshlari ko'rishingiz mumkin. Mana to'rtburchak orqalari ham. Mana ko'rsating buni. Gandallarini qarangmi, o'zani oyoqlari. Xudo xolasa zo'r mana oyog'ini ko'rsatay, tiyag'ini buni istagan tuyoq, oyoqlari ham baqvat to'pponchani. Mana gavdasiga keladigan bo'lsak, mana gavda boshlari 1.10. Yaqinroqda olaveringiz. 1.10 xudo xolasa. Keyingi bo'zagimizga keladigan bo'lsak, mana gavda boshlarini o'lchab o'tamiz bularni. Bu qirg'izga gibrid. Ikkalasi ham mana yaqinroqda olib kelaverasiz telefonni. Gavdasi 1.15 plus, 1.16, 1.17 chiqyapti. Bunikini gavdasini hop 1.15 ga elishsin, buni gavdasini.
Bunikini bir munga toza elisiyon, bunu orqalarini ko'stayim, o'zani orqalarini ingichka emas, to'rtburchak. Tep-tekis bir xil, kalla oshlari ham to'rtburchak. Bu ikkalasining narxiga keladigan bo'lsak, 17 million 250 ming so'mda vodiy bo'ylab dastavkasi ichida xayri bor o'tib beraman. Aloqaga chiqsa bo'ldi. Chorva Chotabeyda seni kuzatib o'tdi-ku, mollaring menga yoqdi deb aloqaga chiqsa, xudo xolasa 17 million 250 mingdan xayri bor o'tib beraman. Adresga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati 3 tumani Yorqo'rg'on qishlog'ida turibdi bo'zalarimiz. Xudo xolasa hozirgi varianti 6 ta. Bugun mana 28-aprel bo'ladigan bo'lsa, bittaki yana keladi. Bo'zalarimiz kuti uzilmadi. Aloqaga chiqsana bo'ldi. Telefon nomerlar 93lik 102 63 63 raqamiga aloqaga chiqinglar bo'ldi. 24 ga 7 aloqadamiz. Video manzur kelgan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.